Assalomu alaykum. Bugun uchinchi mavzu chiziqli differensial tenglamalar va unga keladigan tenglamalar. Bernoulli tenglamasi. Bu mavzuni rejasi bilan tanishtirib o'taman. Birinchi reja, birinchi tarif chiziqli tenglamalar, ikkinchi reja Bernoulli tenglamasi, uchinchi reja misollar yechish. Birinchi tartib chiziqli tenglamalar. Tarif birinchi tartibli chiziqli tenglama deb noma'lum funksiya va uning xoslasiga nisbatan chiziqli bo'lgan tenglamaga aytiladi. Ya'ni mana bu birinchi ko'rinishda bo'ladi. Bunda px va qxlar x teng berilgan uzluksiz funksiyalar hisoblanadi. Birinchi chiziqli tenglamani yechish, ya'ni bu birinchi tenglamani yechimini x ning ikkita funksiyasi ko'paytmasi shaklida izlaymiz. Ya'ni bu yechishda o'z o'zidamanki ikkinchi ko'rinishdagi tenglama. Ko'rinishda yozib olamiz. Bu funksiyalardan birini ixtiyoriy olish mumkin, ikkinchisini esa birinchi tenglamaga asosan aniqlanadi. Ikkinchi tenglikning ikkala tomonini differensiallaymiz. Ya'ni mana bu ko'rinishda tenglama hosil bo'ladi. Ya'ni bu yerda dx taqsim dx faslani topilgan bu ifodasi birinchi tenglamaga olib qo'yamiz. Natijada mana bu ko'rinishda. Bu o'zimizga ma'lumki, uni chiqarib yuboradigan bo'lsak, ya'ni mana bu ko'rinishda. Bu yerda v funksiyani, ya'ni shuncha nimadan v funksiyani mana bu ko'rinishda olamiz. Ya'ni to'rtinchi ko'rinishda tanlab olamiz va mana bu nolga teng bo'ladigan qilib o'zimiz tanlab olamiz. Bu differensial tenglamada o'zgaruvchilarni v ga nisbatan ajratamiz. Natijada buni, ya'ni ikkala tomon integrallar v ni topadigan bo'lsak, mana bu ko'rinishdagi tenglama bo'ladi. Ya'ni bu o'zimizga ma'lumki, bu yerda biz v ning qiymatini topib oldik. To'rtinchi tenglamani noldan farqli biror yechimini topish yetarli bo'lgani uchun vx funksiya deb qaraymiz va vx ning qiymatini esa mana bu ko'rinishda, ya'ni 5-ko'rinishda tanlab ko'rinishda deb olamiz. Bunda integral stepidagi x biror boshlang'ich funksiya, bu yerda vx noldan farqli, vx ning topilgan bu qiymatini 3-tenglamaga olib borib qo'yamiz. Natijada qo'yganimizda mana bu ko'rinishda hosil bo'ladi. Buni o'rniga qo'yganimizda, ya'ni bu o'zimizga ma'lumki, buni integrallaymiz, natijada uni topadigan bo'lsak, uni demakda mana bu ko'rinishda hosil bo'ladi. Topilgan bu uning qiymatini esa yuqoridagi ikkinchi formulaga qo'yamiz. Ikkinchi formula qo'yish natijasi mana bu ko'rinishdagi tenglik hosil bo'ladi. Buni soddalashtirganimizda, ya'ni bu yerda x ikki tomon ko'paytirganimizda mana bu hosil bo'ladi. Ya'ni bunga qisqacha izoh keltirib o'tamiz. Agar 5-tenglik yordamida aniqlangan vx funksiya o'rniga biror v1x, ya'ni mana bu ko'rinishdagi funksiyani oladigan bo'lsak, 6-ifodaning o'zgarmasligi ravshan. Haqiqatan ham 6-tenglikdagi vx o'rniga v1x ni qo'yadigan bo'lsak, ya'ni 6-tenglikka, natijada mana bu ko'rinishdagi tengligimiz hosil bo'ladi. Bu yerdan birinchi qo'shiluvchidagi sibir qisqarib ketadi. Mana bu integral ostidagi ya'ni mana bu sibirlar. Ikkinchi qo'shimchadagi mana bu ko'paytmamiz ixtiyoriy o'zgarma sondir. Uni bitta s harfi bilan belgilab olamiz. Biz yana natijada 6-ifodani o'ziga kelib qolamiz. Agar mana buni qanaqadir fiat x deb belgilaydigan bo'lsak, 6-ko'rinishdagi tenglama biz 6 ko'rinishdagi bo'ladi. Bu umumiy integral bo'ladi, chunki s'ning quyidagi x ning x nol bo'lganda y ning y nol boshlanish shartini qanoatlantiruvchi qiymatini tanlab olishimiz mumkin. S'ning bunday qiymati, ya'ni mana bundan bu zamonda mana bu chiqadi. Bu yerda misol qaraylik. Birinchi misolimiz y taqsim dx minus x taqsim x bo'lib 1, y teng x bo'lib 1 ning kubi. Ya'ni o'zimizga ma'lumki, buni ya'ni x ning funksiyasi ko'paytma shaklida olamiz. Ya'ni mana bu ko'rinishda. Bu tenglikni ikki tomon differensiallaymiz. Natijada mana bu hosil bo'ladi.
Bu esa o'zimizdan ma'lumki, o'rniga olib borib qo'yadigan bo'lsak, natijada mana bu ko'rinishda hosil bo'ladi. Bu ifodani o'zini nolga teng deb tanlab olamiz. Nolga teng tanlab olganimizdan keyin bu tenglikni ikkala tomonini integrallaymiz. Ya'ni mana bu hosil bo'ladi. Bundan v qiymatini topadigan bo'lsak, v ning qiymati x plus kvadrat bo'ladi. Bir funksiyaning topilgan bu ifodasi yettinchi tenglamasiga olib borib qo'yamiz. Natijada uni qiymatini topamiz. Buni o'rniga qo'yganimizda mana bu tengligimiz hosil bo'ladi. Bu tenglikni soddalashtirishdan olib borganimizdan keyin ya'ni o'zimizda ma'lumki, bu tenglikni ikkala tomonini integrallaymiz. Natijada uning qiymati chiqadi. Demak, topilgan bu qiymatni tenglamani o'rniga olib borib qo'yamiz. Natijada bu berilgan tenglamani umumiy ko'rinishdagi integrali deb qarashimiz mumkin. Topilgan bu oila berilgan tenglamaning umumiy yechimidir. Ya'ni mana bunda x0, y0 boshlanish shart har qanday bo'lganda ham hamma vaqt sini mos yechimi boshlanish sharti qanoatlantiradigan qilib tanlab olish mumkin. Masalan, x0 teng 0 bo'lganda y0 teng 3 boshlanish sharti qanoatlantiruvchi yechimi quyidagicha topiladi. Mana buni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, ya'ni agar x0 y0 boshlanish shartini x0 teng -1 bo'ladigan qilib tanlab oladigan bo'lsak, bu holda mana bu x teng -2 x plus 1 funksiyani uzilishga ega bo'lishi va demak yechim mavjudlik teoremasini sharti bajarilmasligi sababli biz bu boshlanish shartini qanoatlantiruvchi xususiy yechimni topa olmaymiz. Ikkinchisi Bernoulli tenglamasi. Bernoulli tenglamasi ya'ni mana bu ko'rinishdagi tenglamani qaraymiz. Bunda px va qx x ning uzluksiz funksiyalari hamda n bu yerda noldan farqli va birdan farqli deb qaraymiz. Agar aks holda chiziqli tenglama hosil bo'lgan bo'lar edi. Qattiq ham buni o'rniga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bergan tenglamamiz chiziqli tenglama deb qaraymiz. Umumiy holda Bernoulli tenglamasi deb atalgan bu tenglama quyidagi almashtirish yordamida chiziqli tenglamaga keltiriladi. Tenglamaning barcha xatlarini y eng bo'lib yuboramiz. Ikkala tomonni ikkinchi ko'rinishdagi tenglama hosil bo'ladi. Endi bu yerdan z deb birlashtirib olamiz. Natijada buni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, mana bu ko'rinishdagi. Demak, o'zimizdan ma'lumki, umumiy holda bu tenglamamiz mana bu ko'rinishga ega bo'ladi. Hosilgan bu tenglamani chiziqli tenglama deb qarashimiz mumkin. Buning umumiy integral topib hamda z o'rniga yana qaytarib bir ifodani qo'ysak, Bernoulli tenglamasi umumiy integralni topa olamiz. Bu yerda misol qaraylik. Mana bu tenglama berilgan. Bu tenglamani yechilsin. Ya'ni bu tenglama Bernoulli tenglamasi. Tenglamaning hamma xatlarining y ko'pinchisiga bo'lib yuboramiz. Natijada mana bu ko'rinishda, to'rtinchi ko'rinishdagi tenglama hosil bo'ladi. Bu yerda z deb mana buni belgilab olamiz ikkinchisini. Natijada mana bu ko'rinishdagi tenglamamiz hosil bo'ladi. Demak, o'zimizdan ma'lumki, 5-chi tenglamamiz, ya'ni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, chiziqli tenglama bo'lib qoladi. Bu tenglamaning umumiy integralini topamiz. Natijada xo'p, mana bu ko'rinishda hosil bo'ladi. Topilgan bu o'rniga zning o'rniga olib borib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni mana bu ikkinchi mana bu ko'rinishdagi tenglamamiz hosil bo'ladi. Yoki qisqartirish mana buni tanlashimiz mumkin. Haqiqatan ham qolipdagi bu ifodamizni nolga tenglaymiz va v-ni topadigan bo'lsak, mana bu ko'rinishga hosil bo'ladi. Ya'ni v-ni o'rniga olib borib qo'yamiz, natijada uning qiymatini topamiz. Topilgan uning qiymati mana bu ko'rinishda hosil bo'ladi. Endi haqiqatan ham
buni uning o'rniga olib borib qo'yamiz. Bo'laklar integrali natijasi xning mana bu ko'rinishdagi tengmasini olishimiz mumkin. Ya'ni buni biz umumiy integral deb qaraymiz. Uzoq keltirib o'tamiz. Chiziqli tenglamalarni yechgandagidek, yo'l tenglamasining yechimini ham ikkita funksiya deb qo'yish mumkin. Ya'ni mana bu ko'rinishda biz shunaqaligini ko'rsatsa bo'ladi. Bunda Vx funksiya, ya'ni mana bu birinchi fasl ve funksiya nol tenglama qanoatlantiruvchi noldan farqli biror funksiya deb qaraymiz. Har doim. Misol yo'l tenglamasi için bu berilgan tenglik ikkala tomondagi yuklarga bo'lib yuboramiz. Natijada mana bu ko'rinishdagi tenglamamiz hosil bo'ladi. Z deb mana buni birlashtirib olamiz. Natijada bu tenglik ikkala tomonga differensiyallaymiz. Differensiyallash natijasida mana bu tenglamamiz hosil bo'ldi. Bu o'rniga qo'yadigan bo'lsak va soddalashtirishlarni olib boradigan bo'lsak, mana ko'rinishdagi tenglamamiz hosil bo'ladi. Bu zamanki mana bundan differensiyallash, ya'ni zning topadigan bo'lsak, zning 4 ko'paytirish darajasi x kvadrat qoladi. Bunda berilgan tenglamaning umumiy integralini, ya'ni mana bu bittasi kvadrat teng 1/8 darajasi x kvadrat yoki mana bu ko'rinishda topishimiz mumkin. Uzoq berilgan tenglamasi ham o'zgarmasni variatsiyalash usuli va chiziqli tenglamalar kabi mana bu xning o'rniga ko'paytirilgan x o'rniga qo'yish usuli yordamida ham integrallanishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.